Alimardon To'rayev kelyapti xizmatinglarda. Alimardon To'rayev. Barchaga salom. Bugun sizlarga Jahongir Otajonov klipi qanday olingani haqida aytib beraman. Ha, bu proyektda men glавный stilist edim, ya'ni massovkadagi va Jahongir Otajonovning 3 ta glавный obrazini o'zim yaratishim kerak. Birinchi Karol obrazi uchun shunaqa remen bilan idealniy korona zakazga qildirdim. Bu esa disko obrazimiz umuman primerkasiz tikilgan. Juda ham qo'rqaman qanaqa turishidan. Для Jahongir Otajonova obraz koroля, эпатажного koroля. Oltinlarning hammasi menda. Qaranglar qanaqa yarashdi. Menimcha men sevgan skadishning vibe paydo bo'ldi. 6 kishini kiyintirib oldingizmi? Charchamayapsizmi? Patlarni zo'r yopishtirib tashladingiz. Rejissyorimizning ideyasi bo'yicha barcha aktyorlarimiz o'rdak maskasida bo'lishi shart edi. Konsepsiya bo'yicha bu stol atrofida sидят серьезные люди и решают серьезные дела. Kadrda esa shunaqa chiroyli turdi. Qaranglar, просто в шоке. Keyingi sahnada esa Jahongir aka stolga chiqib mazza qilib mana shu bom bilan o'ynashlari kerak edi. Bu yerda esa он мне кривляется. Тут они фоткаются с режиссером. Piu, class, nice. Oxirgi sahnalarni olib, keyingi lokatsiyaga yo'l oldik. Это наша команда. Все ждем такси. Ozgina charchabmiz-da. Не спала. Паша до сих пор. Ikkinchi lokatsiyaga kelib, barcha obrazlarni tayyorlashni boshladik. Orada tez ovqatlanib oldik. Lag'man, dolma, vkусняшки, все такое. Keyin tez aktyorlarimizni по очереди kiyintirib, ofisni o'rdaklarga aylantirib qo'ydik. Rekvizitlarimizga lekin zo'r e'tibor berilibdi. Смотрите на эти плакаты. И, конечно же, kadrga Jahongir akani ham tayyorlab qo'ydim. А тут наш режиссер что-то говорит нашему ордак girl. И так это странно выглядит. Кстати, backstage'da montaj jarayonlari ham одновременно ketyapti. Bu yerda esa aktrisamiz klipni birinchi sahnasi uchun repetitsiya qilyaptilar. Parik bilan pomadaga nechi deysizlar? Это я. Всем привет. Ура! И начали, ketdi. Endi bu soqolli qaysi biri original deb o'ylaysizlar? Iltimos kommentariyalarda yozinglar. Yana bitta kichkina fakt, aktyorlarimiz mana shunaqa kichkina burun teshigidan ham ko'rishyapti, ham nafas olishyapti. Bu juda ham qiyin. Komandamiz bilan tez-tez hammani to'g'rilab, kadrga tayyorlab qo'ydik. 1, 2, 3 ketdi. Начали. Backstage'da esa olingan kadrlarni ko'rib, mazza qilib kulib o'tirdik. Bu esa bizani bahaybat, kuchli qo'rovulimiz edi. Keyingi sahnamizga главный obrazlarimizdan bittasi девушка с жемчужной сережкой obrazini yaratdik va menimcha zo'r bo'ldi. Endi esa самый долгожданный момент. Umuman primerka qilinmagan kiyim qanday turadi? Na glass tikilgan bo'lsa ham, menimcha ularga zo'r razmer turdi. O'zlariga ham juda ham yoqdi. Baland oyoq kiyim, pushistый парик, космические очки va yaltiroq boshdan oyoq kostyum menimcha современный космический диско, как я люблю obraz bo'ldi. Massovkalarimizni tayyorlab, наконец-то kecha soat 2 da oxirgi sahnamizni olib почти tugatdik. Juda ham katta mehnatimiz ketdi. Shuning uchun YouTube ga kirib, like bosib, kommentariyalar bosib, bu klipni обязательно ko'ringlar. Пока. Ура! Закончили. Идемте siz endi. Oyog'ingizni yechamiz.